Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston xalq qaranglar do'stlar, hozir mana shuncha o'zbekistonlik hoji akalarimizni ko'rib qoldik. Eng qizig'i bularning ichlarida o'zimizni qishloqdan ham dadam o'rtoqlari ham kelibdi. Ziyoratlarni qabul qilsangiz. Rahmat. Mana akamizni ko'rib qoldik. Mana. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Dadam kelyapti ertaga inshaalloh. Niyatlarimiz yetishib mana ko'rishdik mana. Yurtimiz tinch bo'lsin, Allohim hamma o'ylagan maqsadlarimizga yetkazaylik. Do'stlar, xullas, bari o'zbeklar boshqachada do'stlar. Mana. Mana shu ko'k kiyimni ko'rsak o'zi o'zbekligimiz bilyapti. Hozirligi yotoqxonaga boramiz hozir. Boramiz. Sinfdoshlar mana o'rtalar hammasi yaxshi bo'ldi, mana o'rta rahmat inshaalloh. Bular dadamning o'rtoqlari, inshaalloh uydagilar ham ertaga kelishyapti do'stlar. Kuzatib turinglar. Ota-onam bilan shu yerlarda aylanib inshaalloh 22-kuni Makkaga yo'l olamiz. Kuzatinglar do'stlar, mana shuncha o'zbeklar ko'rib xursand bo'ldim. Qishloqlar kelinglar, yaxshi joylar ekan. Duo qilinglar, hoji buvalar. Siz aytingsiz katta. Amin. Rahmat, Allohu akbar. Bilal qishloqqa borib o'zing senga hisob uylardi. Ismingni Bahodir bo'lar.